Aybga buyurmang afandim. Ammo men buni qila olmayman. Ammo sen mening sodiq qulim eding, To'fon. Men uchun qila olmaydigan ishing yo'q edi, axir. Uzr so'rayman afandim, faqat bu ishni emas. Balki savolni to'g'ri bera olmagandirman. Shunday ekan, men uchun onangni qutqarasanmi, To'fon? Tushuna olmadim afandim. Shunday tushuntiray. Kamolni o'ldirmasang, onangni o'ldirgan bo'lasan. Kallang ishlashni boshladimi? Amirbek. Onamni qanday topdingiz? Meni kimligimni ba'zan juda tez unutib qo'yapsan. Unday qilmang. Unday qilmang Amirbek. Har doimgidek To'fon. Tushungan bo'lsang, men hech narsa qilmayman. Sen qilasan. Ko'raylikchi. Oyi. O'g'lim. O'g'lim. Oyijon, hech ham xavotir olmang. Agar ishni bajarsang, odamlar onangni qo'lini o'padilar, duosini olib ketishadi. Bajarmasang, Bajaraman. Bajaraman Amirbek. Bajaraman. shu oqshom bo'lsin. Odamlar ham uzoq kutib qolishmasin. Ularning ham oilalari bor. Yo'q, men kutolmayman. Kutolmayman. Alo. Asu, band emasmisan? Ha, bo'shman. Kamolga biror nima bo'ldimi? Bo'ldi. Yolg'on gapirib nima qilaman? Nima bo'ldi? Asu, sen oila a'zosi ekaning uchun ochiq gapiraman. Xo'p, gapni cho'zmay ayt. Kamol
Zaynab va Amirning yozishgan xabarlarini topdi. Nima? Qanday topadi? Hech nimaga tushunmayapman. Yashirincha Zaynabning telefonini olibdi. Bir yo'lini qilib, o'chirilgan xabarlarni chiqartirdi. Bilaman, qabul qilish qiyin, ammo ularning o'rtasida nimadir bor deb o'ylayman. Kamol hozir qayerda? Uchib chiqib ketdi. Bir ahmoqlik qilmasin deb qo'rqaman. Lekin endi uni to'xtatib bo'lmaydi. Bilmayman, balki biror nima o'ylab toparmiz. Xo'p, biror nima o'ylab topaman. Xabar berganing uchun rahmat. Kamol bilan o'zim gaplashaman. Bo'pti. Senga Solih qo'ng'iroq qildimi? Kamol, iltimos, jahl ustida biror nimani boshlama. O'sha kuni aytganlaring to'g'ri edi. Kamol yo'q, menga qara, hamma narsani o'ziga yarasha sababi bo'lishi mumkin. Ammo ba'zi narsalarda bo'lmaydi. Kamol, yolvoraman sendan. Xudo haqqi. Tag'in biror ahmoqlik qilib yurma. Faqatgina bir yo'li qoldi. Qanday? Nima demoqchi bo'lyapsan? Zaynabga hech narsani aytmaysan. Kamol, nima qilmoqchisan? Gapimni eshit. Zaynabga hech narsa aytmaysan. Umuman hech kimga hech narsa aytmaysan. Bo'lmasa boshqa meni ko'rmaysan. Mayli. Hozir qayerdasan? Sevgilim, hozir hamma toza havoga chiqib ketdi. Xonada hech kim yo'q. Men chiqmadim. Meni havo suvim sensan. Uzoqda bo'lsang ham shundaysan. Vujudim sen bilan qanchalik to'laligini aytishga til ojiz. Bu yerga chidolmayman deb o'ylardim. O'zimni kuchsiz deb o'ylardim. Endi tushunib yetyapmanki, oxirida oqlangan holda sen bilan uchrashish bo'lsa, hamma narsaga chiday olaman. Xayolimdagi go'zal chehrang doim men bilan. O'zi hozirgina xayrlashdik. Seni oldingdan kelib, senga yozyapman. Chunki bu yerga faqatgina sen bilan chiday olaman. Men kech katta bo'ldim, bilaman. Hozir ayniqsa buni sezyapman. Sen hayotimga kirganingda men hamma kabi odam bo'ldim. Yetishmaydigan bo'lagim sen bilan to'liq bo'ldi. Sen Zaynab, mening hayotim bo'lding.
Hech qachon seniki bo'lmadim, Ozan. Hech qachon seniki bo'lmayman ham. Yo'q bo'lasan. Baxtli bo'lamiz. Bunga haqlimiz. Yana bir bor o'zingga hech narsa qilmaysan, xo'pmi? Menga so'z ber. So'z beraman. Turmush qursak bo'ldi. Amir bor ekan, har doim ishga yaraydi. Ozan, ko'rmayapsanmi? Ko'zingni ochsang-chi, bu qiz seni sevmaydi. Sen uni rejasini bir bo'lagisan xolos. Nimalarnidir rejalashtirib qo'ygan bu qiz. Orangizda menga dalda bera oladigan odam bormi? Amir, Zaynabni ko'rmadingmi? Shuni so'ragani kelgandim. Ko'rdim. Hatto shu anda ko'rib turibman. Yo'q. Zaynab seni sevmaydi. Yo'q. 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 Allohim o'zing madad ber. Alo? Zaynab, Ozan? men seni tanib, o'zimga achinishni boshlagandim. Biror narsa bo'ldimi, Ozan? Xuddi sening qahramoning bo'lganimdek his ettirding meni. Ozan, nima bo'lyapti? Nima gap? Shit. Men sen bilan oilamning qarshisiga chiqqanimda, hatto qo'llarimni kattadek his qildim. Chunki sening titrayotgan qo'llaringni tutgan edim, o'zimcha albatta. Shunday o'ylagandim. Meni qanday o'yin qilganingni ko'ra olmaydigan darajada seni sevib qolgan ekanman. U uyga nega kirganingni anglamaydigan darajada. Ozan, sen nimalar deyapsan? Juda sodda odamman, shunday emasmi? Oson ko'ndiriladigan, ishontiriladigan, o'yinchoq bo'ladigan, chalg'itiladigan, aldanadigan, ahmoq deb hisoblanadigan, xiyonat qilinadigan. Aslida oyim bilan Nihon hech ham senga tuhmat qilmagan ekan. Sen uyatsiz, insofsiz qiz ekansan. Seni sevib qolganim uchun mendan foydalanding. Menga xiyonat qilding. Meni barmog'ingda o'ynatib har kuyga solding. Ozan, nima deganing bu? Nimalar deyapsan? Bola Zaynab. Amirdan shundaymi? Ozan, nima bo'ldi senga? Yo'qsa u yerda o'ylab uyingdagilarning gapiga ishondingmi? Amirning kemasida olingan suratlarni ko'rdim. Sendan jirkanaman. Ularning barchasiga hali javob berasan. Hali sen ham, Amir ham javob berasizlar.
qamoqxonada umrbod qolib ketadi deb o'ylasangiz adashasizlar. Qasdimni olish uchun bu yerdan chiqaman. Ikkingiz ham badalini to'laysizlar. Mana endi katta bo'ldim. Sharofatingiz bilan. Darhol unga qo'ng'iroq qildik. Unga qo'ng'iroq qildik. Nimalar deyapsan? O'zim bizni biladi. O'zim biz haqimizda hammasini biladi. Aljarama. Buni iloji yo'q. Suratlarimiz. O'lanati suratlarimiz qo'liga tushibdi. Qanaqasiga? Bilmayman. Amir, darhol biror narsa qil. Amir, biror narsa qil. Yolvoraman, biror narsa qil. Sayr vaqti tugay deb qoldi. Bo'la qol. Yana 2 daqiqa iltimos. Faqatgina 1 daqiqa. Tez bo'l. Bo'la qol. Qani Nihon javob bersin-chi. Signaldan so'ng ovozli xabaringizni qoldiring. Vaqt tugadi. Qani, go'shakni qo'y. Men bu yerdan chiqishim kerak, Nihon. Zaynab, to'xtang, nima qilyapsiz? Qani, Yana qachon sayrga chiqiladi? ertaga. Ertagacha kuta olmayman. Meni uncha vaqtim yo'q. Qani oldimga tush. Bu yerdan chiqaman. Yur. Ko'rsatib qo'yaman hali. Shu yer aka. Shu yerda qoldiring. Qaytim o'zingizda qolsin. Rahmat. Men bilan turmush qurishdan voz kechding deb o'ylabman. Hali aqlimni yo'qotganim yo'q. U qanday ish ekanki shunchalik muhim bo'lsa? Ishlarni vaqtida hal qila olmadim. Yetmaganiga ko'chadagi tirbandlik aybga buyurma. Juda ochilib ketibsan. Seni ham ko'rinishing chakkimas. Voh, bunday maqtovdan boshim ko'kka yetdi. Senga loyiq bo'lish men uchun oson emas. Hech ham unday dema. Tayyormisan? Senchi? Men kechadan buyon tayyorman. Tovon to'lataman sizga, to'lataman. Mendan foydalandingiz. Menga xiyonat qildingiz. Buning uchun tovon to'lataman hali. Senda telefon bormi? Qanaqa telefon? Bu yer qamoqxona bo'lsa, Xo'p, biror tanishing bormi? Nima istasang shuni hammasini beraman. yaxshimisan? Yo'q, ularni maxfiy etmay turib yaxshi bo'lmayman. Nima bo'lyapti? Yordam beringlar. Nima bo'ldi, hoy yigit? Yordam bering. Chop. Qo'riqchiga xabar ber, chop. Suv beringlar. Yordam beringlar. Qo'riqchi! Qo'riqchi! Nima bo'ldi? Yangi kelgan mahbusning ahvoli og'irlashdi. Bo'ldi, to'xta.
Nima bo'ldi unga? Birdan ahvoli yomonlashib, yiqilib tushdi. Birdan yiqilib tushdi. Qani, ko'ramiz. Yur. Iltimos, yordam bering. Birozdan so'ng doktor qabuliga kirasiz, Nihon xonim. Qon tahlili natijalarim bor edi. Ha, u doktorning qo'lida. Muzqaymoq ko'plik qilmaydimi? Yo'q, unday emas. Menimcha yetarli. Bayram kunida bolalarga muzqaymoqlardan ulashsak, buni nimasi yomon? Bilasanmi, shunchaki ularni baxtiyor ko'rishni istayman. Bolalar! Ola qol. Qo'l o'padiganlaring ko'p bo'lsin. Kela qol. Qo'l o'padiganlaring ko'p bo'lsin. Qo'l o'padiganlaring ko'p bo'lsin. Kichkintoy, kel bu yoqqa, kela qol. Muzqaymoq xohlamaysanmi? Ol, ol. Barakalla. Sevgilim. Katta rahmat. Qara. Bolalarni quvontirish qanday shohona ish, shunday emasmi? Bularni ko'ryapsanmi, qanday tez quvonishdi. Meni ulardan qayorim kam? Sendan juda yaxshi ona chiqadi. Yo'q. Agar bilsang, men o'ta g'amxo'r ona bo'laman. Bola hatto meni g'amxo'rligimdan bo'g'ilishni boshlaydi. Shunaqangi ajoyib ona bo'lasanki, qizing seni jondan sevadigan bo'ladi. Xuddi men seni sevganim kabi. Qizimiz. Ha. Xuddi sendek. Senga o'xshagan qizimiz bo'ladi. Shiringina. Marhamat, Nihon xonim. Doktor xonim sizni kutyaptilar. Salom, Nisha xonim. Xush kelibsiz, marhamat. Yaxshimisiz? Yaxshiman, rahmat. Sizchi? Bu mengami? Minnatdorman. Qon tahlil natijalarim chiqdimi? Ha, chiqdi. Ayni dam natijasini qo'lingizda tutib turibsiz. Bu meni odatim. Homiladorlarga xabarni shunday yetkazaman. Ya'ni bu nima degani? Homiladorsiz, Nihon. Tabriklayman. Qolaversa, ajoyib ona bo'lishingizga ishonchim komil. İşonolmayman. Bu yerda anglashilmovchilik yo'qmi ish qilib? Nihon, biror muammo bormi? Yo'q. Men shunchaki uni hayotda qanday olib qolishimni bilmayman.
uni qanday asrayman? Kuchim yetarmikan? Hech qanday muammo yo'q. Hamma natijalaringiz juda yaxshi. Eng muhimi, homilangiz sog'lom. Hech narsadan xavotir olmang. Endi faqat otasiga xabar berish qoldi xolos. Tezroq borib quvonchli xabarni yetkazing. Otasi. Nisha xonim, iltimos, onamga yoki boshqa birovga xabar bermang. Men biroz o'ylab olishni istayman. Mayli. Kasalxonaga qachon olib borishibdi? Xo'p, ketyapmiz. Sen Zaynabga xabar berdingmi? Bilaman, ko'rsatishmaydi. Lekin omadimizni sinab ko'ramiz. Xo'p. O'ndar, nima bo'pti? Menga to'g'risini ayting. Xavotir olma. Biroz tobi qochibdi. Bilmayman. Hayronman. Xayolimga har narsa kelyapti. Nihonga xabar bermaymiz, xo'pmi? Xo'p. So'nggi paytlar juda so'lib qoldi qizim. Siz Bonu Akmerich o'z istagingizga ko'ra Toriq Soydare bilan turmush qurishga rozimisiz? Yaradan bir mucize göndersin diye kalbim gece gündüz duaya durur. Ya bir telefonla ya da yüz yüze şimdilik hatırını sorsan da olur. Gel kokun tenime bulaşsın. Çık gel de artık elim ayağıma dolaşsın. Gel kokun tenime bulaşsın. Çık gel de artık elim ayağıma dolaşsın. Sahi ne oldu da biz ayrıldık? En çok sevdiğine kızar, küsermiş aşık. Sahi ne oldu da biz ayrıldık? To'fon, volidangni holidan xabar olishni istaysanmi? Qo'limdan kelgancha harakat qilyapman. Ammo gap bir insonni o'ldirish haqida ketyapti. Kamonni o'ldirish haqida. Ha. Bir hayot evaziga boshqa bir hayot. Biri ketadi, biri esa qoladi. Juda odilona menimcha. Hatto shoir she'ri kabi. Bajaraman. Qulay fursat topib bajaraman. Shifoxonadan chiqdi. U yerda ko'p odamlar borligi uchun mo'ljalga ola olmadi. Qaysi shifoxona? Beshiktosh yo'ldagi shifoxonadan. Ortadan kuzatyapman. Qulay fursat topishim bilan bajaraman. Tezlash. Zaharlanibdi. Oshqozonini yuvdik. Sabablarini tekshiryapmiz. Bir necha kun nazoratimiz ostida bo'ladi.
Xo'p, bu zaharlanish nimadan bo'lishi mumkin? Hamma narsa bo'lishi mumkin. Infeksiyadan zaharlanishning ehtimoli ko'proq. Allergiya chaqiruvchi bo'lishi ham mumkin. Lekin Ozanni hech narsaga allergiyasi yo'q edi. Tekshiryapmiz. Hozircha shular. Lekin ahvoli yaxshi. Bilishingiz kerak bo'lganlari ham shular. Tuzalib ketsin. Rahmat. Minnatdormiz. Biroz kutamizmi? Balki ko'ra olarmiz. Bo'pti. Uyiga kiryapti, qulay vaziyat emas. U holda qulay vaziyatni top. Qayerdasan? Qayerdasan? Kasalxonaga ketyapman aka. O'zan zaharlanibdi. Darhol uyga kel. Ammo Darhol uyga kel dedim. la'natlar bo'lsin. Asoba, iltimos telefonni oling. Yolvoraman, oling telefonni. Asoba, nima bo'ldi? Asoba, O'zan Amir bilan meni bilib qolibdi. Qasos olishga ahd qilganini aytdi. Kamol akamga qo'ng'iroq qilgan bo'lishi ham mumkin. Meni tez uyga chaqiryaptilar. Siz ham men bilan yuring, iltimos. Yonimda bo'ling. Bo'pti, hozir boryapman. Allohim, o'zing menga ber. Iltimos, yordam ber. Iltimos, yordam ber. Mujgonning oshig'i senmiding? Bu yerda nima qilyapsan? Meni qanday topding? O'g'lim va Asulni rafiqam oldida birga ko'rdim. O'g'lim deb o'ylayotgan edim. Ammo meni bir qizim bor ekan. Seni jiyaning deb qarshimizga chiqqan Asu meni qizimmi? Ha? Javob ber. Gapirsanchi?
Bu havayı sen de alıyorsun değil mi şimdi? Benim içimde atan bir kalbin var senin. Benim kara sevdamın kalbi misin sen? Böyle bir yükle nasıl atabilirsin? Ama bir kere yaşamaya başladıysan, senin için ben de tekrar yaşamaya başlayabilirim. Sen benim mucizemsin. Canım kızım benim. Kalbim. Hoş geldin. Yana yig'layapsizmi? Sizni yana xafa qilishdimi? Balki hayotimdagi eng go'zal xabarni olgandirman. Quvonmayapsiz-ku? Chunki hozir quvonishimning mavridi emas. Quvonchimni bo'lishadigan hech kimsam yo'q. Kamol akam ham yo'qmi? Qayerda? Unga xabar bersiz quvonmaydimi? Yoki siz bilan birga qayg'uga tushadimi? Yana bilmadim. Istasangiz men aytishim mumkin. Sizni quvonsin deb Kamol akam meni kasalxonaga olib borgan edilar. Esizdami? Kamol aka juda yaxshi odam. Xafa bo'lishingizni hech xohlamaydi. Mendan jahli chiqadi. Nega? Hamma narsa bizni ayirishga harakat qilsa-da, taqdir bizni birlashtirishga urinyapti. Men esa bu ovozni eshitmayapman. Qanday ahmoqlik. Unda tinglang. Sen haqsan. Xafa bo'ladimi, quvonadimi, bu xabarni u ham bilishi kerak. Agar bilsang, xuddi sendek qizim bo'lishini shunchalar xohlaymanki. Unda bo'la qolsin. Bo'pti, ko'rishguncha. Mana buni ol. Boshqa yig'lamang. Sening cho'limdan qo'rqadiganga o'xshaymanmi? Hamma qo'rqadi. Haqqi. Menga javob ber. Mendan nima xohlaysan? Asu meni qizim emasmi? Javob ber. Unday emas. Nima bo'ldi, aka? O'tir.
Aka, nima bo'ldi? Bunday qilmasangiz-chi, qo'rqishni boshlayapman. Nimadan qo'rqyapsan, Zaynab? Qayerdan bilay? Sizningcha bu oddiy holmi? Erim zaharlanib, kasalxonaga yotqizilibdi dedim. Shunga ham qaramay darhol uyga kel dedingiz. O'zing uchun shunchalik qayg'uryapsanmi? Qayg'uryapman albatta. Axir meni erim-ku. Buni ustiga qamoqxonada dalda berishimga har qachongidanda muhtoj. Men o'rnimda boshqasi bo'lganda ham xuddi shunday qilgan bo'lardi. Agar hozir shunday qilmasam, siz meni ayblamaysizmi? Nimalar deyapsan, Zaynab? Nimalar deyapsan? Go'yo men ayb ish qilgandek gapirayotganingizga qaraganda, Aybini yashirgan odam nima uchun doim xavotirda yashashini bilasanmi, Zaynab? Unga nimaiki dema. Har gapingdan hadiksirab aybini fosh bo'lmasligiga urinadi. Yo'q, aka, xavotirlanadigan hech narsam yo'q. Lekin siz aytgandek, og'ir damlarni boshimizdan kechiryapmiz. Hammasi chigallashib ketdi. Men faqat O'zanni o'ylayapman, yana nima bo'lsin? U ham yetmagandek kerak bo'lmagan joyda o'zlarini oqlashga urinadilar. Shunday emasmi? Men doim seni tanladim, Zaynab. Doim. Doim senga ishondim, Zaynab. Singlimga tuhmat yog'dirishyapti dedim. Zaynab bunday qilmaydi dedim. Tuhmatligiga ishondim. Bila turib bizlarni tiriklayin go'rga tiqadigan darajada zolim emas dedim. Aka, bu nima aka? Bu seniki. Otalik testi. O'zan sezing bilan muvofiqligi 0%. Aka, Sen menga qachondan beri yolg'on gapirib kelyapsan? Qachondan beri meni aldab kelyapsan? Singlim bo'lganing uchun senga bo'lgan ishonchimni qachondan beri suiiste'mol qilib kelyapsan, Zaynab? Qachondan beri? Gapir, Zaynab, qachondan beri? Otasining kimligini bilganimdan so'ng nima qilishimni bilganing uchunmi? Nihonning haq ekanligini aytish juda og'ir kelgani uchunmi? Yoki sharmanda bo'lmaslik uchunmi, Zaynab? Amir o'sha gunohni sir saqlaysan degani uchunmi? Mening ashaddiy dushmanim bilan orqamdan pichoq urganing uchunmi? Nega? Nega? menga oshiq bo'lganiga ishongandim. Sizdan qasos olish uchun mendan foydalandi. Meni qopqonga tushirdi, aka. Qopqonga tushdim. Ahmoqlik qildim. Hatto o'lishni xohladim. O'zimni o'ldirmoqchi ham bo'ldim. O'z nafsimning qurboni bo'ldim, aka. Keyin esa o'zim bilan turmush qurishga qaror qildim. Ammo yana yengildim. O'z qalbimga so'zimni o'tkaza olmadim, aka. O'zimni yana tamom qildim. Endi undan nafratlanaman. Amirdan nafratlanaman. Test natijalari chiqdimi? Ha, efendim, bolaning otasi O'zan Sezin. Hech bo'lmasa shu bilan o'ralashmaydigan bo'lsak. Aka, yolvoraman, bu oramizda qolsin. Yolvoryapman, iltimos. Hech kim buni bilmasin.
qog'oz haqiqiy emas. Soxta edi. Bu qog'ozni men yozgan edim. Endi hammasi tamom bo'ldi, Zaynab. Barcha gaplar tugadi. Hammamizni ado qilding. Hammamizni. Aka. Aka qayerga? Aka. La'natlar bo'lsin. Qayerdasan? Uyimdami? Kelaver, ko'ramiz. Eshitaman. To'fon, meni eshityapsanmi? Kamol to'g'ri bu yerga kelyapti. Ko'ryapman. Yaxshi, u holda manzilni aytishim shart emas. Yana to'pponcha bilan kelish ehtimoli ham bor. Eshityapsanmi meni? Ha. Menga tahdid qilgani kelganda qayerdandir noma'lum yerdan o'q kelib unga tegadi. Bunda mukammal fursatni men ham yarata olmasdim. Mahkum joniga qasd qilibdi. Bugun kelgan bemor joniga qasd qilibdi. Tezroq keling. Ozan. 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 Afandim, u yerga kirish mumkin emas. Qo'yib yubor meni. O'zingizni qo'yga oling. Meni qo'yib yubor. Tinchlaning. Undir. Xonim afandim, tinchlaning. Undir. Birinchi yordam ko'rsating. Undir. Aytishim kerak. Aytaman. Aytishim kerak. Och darvozani. Och. Och. Och.
Seni o'z uyingda yakson qilaman. Demak, bilibsan-da. So'nggi nafasingni meni qo'limda olasan. Seni yakson qilaman. Men hech kimni hech narsaga majbur qilmaganman. Bu iflos qo'llaring bilan singlimga qanday yaqinlashding? Qasos olish uchun, orqamdan pichoq urish uchun, faqatgina g'olib bo'lish uchun. U qizning nomusini qanday toptading? Qanday? Singlim menga o'z ixtiyori bilan agar men bilan biror o'yin o'ynashga harakat qilsang ham onangni o'lishini bilasan, ha? Oyingni tutib turgan odamlarning ixtiyori ham menda. O'ldiraman. Allo. Qotillik haqida ma'lum qilmoqchiman. Men bittasini o'ldirdim. Amir Ko'zyo'g'lini men o'ldirdim. Ha, men Kamol Soydari. Kamol.
Yugur tez, G'olibbekga qo'ng'iroq qil. Hammasini boshidan bilar eding. Bilar eding, ammo indamading. Seni ham ulardan hech qanday farqing qolmadi. Bu iztirob hali yap-yangi. Dadamni o'ziga nega sizda, oyi? Bemorni yo'qotyapmiz. Pushaymonmisiz? Yo'q. Bu imtihonni hammamiz uchun Kamol hozirladi, Laylo. Meni kechiring aka.